Assalomu alaykum qadrli obunachi, YouTube kanalidan ko'rib turganim juda xursandman. Bugun biz prevyuga mos ravishda Ronaldo akam bilan stream qilamiz. Sekinlik bilan eFootball ligaga kiramiz. Bizlarda ahvol judayam yomon. Mana o'tgan safar streamda kim ko'rgan bo'lsa, 4 ta mag'lubiyatni o'zim o'ynab 2 ta g'alabaga erishdim, nimadir qilib. Xo'sh, endi instructionga ko'ramiz. Afsuski bunga berilmagan ekan, berib boramiz. Video sekinlik bilan boshladik. Videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, shu yergacha yetib kelgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, izoh qoldirish esdan chiqmasin. Balkim ko'tarib ketsam, ko'tarib ketamasa, yaxshi keta. Yaxshi deganday, bitta ish qilmabsiz faqat hozir. Oldi. Endi yaxshi bo'ldi. Raqibon topilmay ketdi. Bizga mos raqibni hali beri topa olmasak kerak. Lekin buni vaqt ko'rsatadi. Xo'sh. Kutgan vaqtingda kirmaydi dedik. Afsus. Qani kim bo'lsin, qat'iy nazar yorishga harakat qilamiz. Hech bir YouTube kanalda bir g'alaba ko'rmadik necha videodan keyin ham. Balkim bu an'anani buzish vaqti kelgandir bugun. Xo'sh, raqib jamoani ko'rsak, bosh murabbiy Xabi Alonso. Halitdan tayyor raqib. Demak, biz boshladik. Bu yerda hammasi mahoratga bog'liqmi yoki ko'ramiz. Mahoratga bog'liq deb umid qilamiz. Ikkita match o'ynaymiz, tamom. Mega katta ketyapti joylayman deguncha ham ancha vaqt ketadi. Ikkita kam-kami shirin bo'ladi deydik. Hoppa, mana ketdi. Vaqt ekan ancha. Bular qachon tugaydi? Bunaqa laglar. Tushunib bo'lmaydi. Yiqilsa birdan yiqilsa-da. O'zicha bilmasdan. Ronaldo akam bilan o'ynayaptilar bugun. Akamda gol urishga harakat qilamiz. Va gol. Mayli. Gabriel Magaleli. Bo'ldi-da, qizil sariq. Nima bersa bersin. Ololmasam lekin sharmanda. Qizil beradi, o'q debdi.
Chat deyardim, chat yo'qda lekin qaytaman deb aytsam. Yerlikda obunachilik ertaroq streamda ochamiz. Machaq deb qaytar lekin. Katta ehtimol qaytar. O, akamdan gol, akam bilan gol nishonlayman. Nishonlashib qo'yman. Hamma videoga like bossin, like. Keyingi sonda Neymar, Messi, Ronaldo bilan stream olamiz birgalikda o'ynatibdi. Uchasini 3 ta qanotda ko'rmoqchi bo'lsangiz, 3 ta pozitsiyada izoh qoldiring, ko'rishni xohlayapmiz degan. Lekin iloji boricha chiqaraman. Buni qachon qo'yilishadi lekin noma'lum. Shuning uchun ham agar qachonki chiqqan payt ko'rib qolsangiz, obunachilar, obunachi deydi, obuna ko'rikka odam yo'q. Bosib qo'ying, obunachim bo'ling. Obunachilar deb bemalol gapirishim mumkin. Trenddan sari olgan. Borussiya to'p qo'ydi. Silvestrdan bu tomonga va ketding. No. Olase. Qo'yasin dedik. Oh, birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Biz ikkinchi taymni ham boshlab olamiz. Raqib jamoaning tarkibiga qaragan holda yuborishga tayyormisizlar yoki yorilishga? Kambek yesam yomon yeyman lekin. Oh. Omad. Yaxshi, omad kelyapti. Uf. Gol urganda lekin o'ta chiroyli gol bo'lardi. Double touch qildim, o'xshamadi. Ya double touch o'xshamadi. Uf. Ancha mahorat oshganmi yoki did tashlayaptimi? Va xudo. Bu yoqqa ko'tarilmadi-da to'p. Sal kutmayman, afv etgan. Ye. Havo bilan ketdi. Diego Forlan.
Raqibdan qanday o'zgarish kutamiz? Raqib sariq olgan. Oxirida raqibni qayerda joylashganligini ko'ramiz. Free tarkib. Hech bir futbolchini ko'rinishda ishlamagan, xuddi men kabi. O, boshlab yuborishda boshqaryapti. Parlament tushgani tepar-teparmi yoki tepar-tepmasmi? Tavada chiqmaysanmi de? Elhaji, Elhoji, Elhaji, 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 Elhaji. He, Diogo Forlan. Diogo Forlan. Hakamdan dubl. Hakamdan dubl. Penalti desam, boshlansa desam gol. Ronaldo gol. Hat-trick qilganda lekin tamom. Almashtiraversa bo'ldi. Courtois'dan save. Молодец, молодец. Oldi karates. Ketdi Ronaldo. Hakam bilan hat-trick qila olmadik. 89-daqiqacha yaxshi harakat qildi. O'yin 2-0 hisobida o'z yakuniga yetdi. Hakamdan 2 gol. Yomon emas. 4 ta save. Darvozabondan. Eng yaxshi o'yinchi Akam. Xo'sh. Himoyachilar shunda ham. Bo'li men akkaunt ekan. 3 ta o'ynagan. Joy yutishga ham. Mayli. Kira 7 ma'sum. Agar O'zbekistonlik bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Akam o'z holida. Tarkib tekshiramiz. Hammasi o'z joyiga, hech kimni o'ynatmaymiz. Va biz ikkinchi o'yinni boshladik. Mana shu oxirgi o'yin. Ikkita yetadi. O'tgan safar 3 ta qilganimga video cho'zilib ketdi, bir qiziq qolmagan. Endilikda video qisqagina va mazmunli bo'ladi degan umiddaman. Boshqa nima haqida gapirishim mumkin? Gapirayotgan mavzum yo'q bo'lsa, o'ziga ketmachibdi, mavzu topamiz gapirishganda. Agar she'rgacha kim yetib kelgan bo'lsa, videoni 14 minutgacha yana bir marta aytaman, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana bir ko'tarib ketay. Qachongacha bunday yurish? Mayli, webkamerada o'zim turay.
Aha, stream qilganday deyman-da. Faqatgina backgrounddan gapirmasdan. Qonlarda, chatlarda o'qay nima deyishini, odamlar fikrini. Oh, buncha gapirgan foydasizmi? Balkim foydasizdir. Lekin farqi gapiraveraman. Ellikta qilamiz, ellikta. Agar kimga o o'zbekistonlik desam ham afsuslanmayman. Ko'rib turgan shu Brat kim bo'lsayam ko'ramiz. Kim yutadi, kim mag'lub bo'ladi. Muhimi o'rtada do'stlik yo'qolmasin. Agar siz meni YouTube videoda qachondir kimdir ko'rsatib qolsam, aytasiz. Kanal nomi Shark Gaming. To'g'ri, men uncha tajribaga ega, ko'p mahoratga ega emasman, lekin hozirda ancha mahorat yaxshi bo'lgan. Boyagi yuqorida o'yinchi deyishim mumkin, uncha yaxshi o'ynamoqchi, lekin harakat qilamiz. Tem bo'ldi Dinamodan ekan. Yana Samarqanddan. Ko'p. O, yaxshi. Mhm. Aldanmadi. Ketdi Bisaka. Tezlik ko'rasan, tezlik. Tezlikman deydi-ku. Xudojon, ko'tarmaydimi bunday? Ikkicha to'p chinadi. Qaytadi. Sezgandim o'zim. Ketdi. Hmm. Yomon emas. Ikkalamiz ham o'zib o'tiribdi. Double touch qilamiz desam? Yo'q. O'zi bilan. Oh, 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 oh. Hujumga qisib qoldik. Yaxshi. Oxirigacha o'ynab qoldi.
Siz buni o'chirsam Toshning YouTube kanalini topishasan bo'ladida. Akamdan cho'ta harakatlar she'r mazmunsiz bo'lyapti. Aqcham ham o'ynamayapti-da. Tepib yuborish kerak bu yerda. Go. Ha, o'tkazishdan taqdirda shu kunlar yozilgan ekan. Bir kun undoq, bir kun bundoq deydi-ku. Jon jahdini beryapti, jon jahdini. Ronaldomiz. Hozir bitta Ronaldo kerak emasdi. Oliver Kahn. Shamolga tarqalgan nafas. Xudo, bu tepa-tepa ekanda faqat o'yini. Ey, o'layda, o'layda. Internetingga o'layda. Internet bu harom internet. O'sha internet har doim harom internet. Ko'pliklar boshlanishi. Mashq hujum. Ne olsa bo'ldi. Eplasak epladik, eplamasak ketdi. Bitta mag'lubiyat bo'ladi. Voy, Villa. Shuncha osmonkada qo'yasanmi? Endi qiyin, endi chaqirayin oldig'i. Men nima dedim? Aytdim-ku, bo'ldi-da.
O'yinda o'ldirishdi, просто так o'ldirishdi. Ha, nima ham deymiz. Oliver ham harom ekan. Himoyachilar bor kuchi bilan o'ynashdi. Akam bugun o'ynolmadi. Biz mag'lubiyat bilan strimni yakunlaymiz. Afsuski 19 ochko. Endi g'alaba qozondik deb quvongandik. Xayr, salomat bo'ling. Oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz uchun yana bir bor kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.